Aka, ko'chada tirikchilikdamisiz? Ha, aka. Kunlik planingiz necha pul, aka? Shu 100 ming, 150 ming. Aka, 100 ming beraman. Manzilimgacha o'zim haydab boray. Faqat birinchi haydagan mashinam Damas'da Damas yaxshi ko'raman, iltimos, aka. Bo'ldi, aka. O'tiring. To'xtab tur, bittasi yo'limni qisib yubordi. Men unga o'zi ko'rsataman yo'l qisishni. Nima qilsan? 50 ming dollarga mashinam ko'tingga tiqib qo'yadi. Kallan ishladim seni. Uzr, aka, ming bor uzr. Ye do'stim, sanmiding? Sanmiding, o'rtoq? Hamma kafelar biz bilan ishlar. Mashinaga qo'l qo'ydirib olsam bo'ldi. Malla kafe o'zi bizniki. O'rtoq, shuni bitta qo'li kam ekan xolos. Hammasi hal bo'ldi. Mashinaga qarab turibman. Hozir oldiga ketibman. Ishon, Namangan bizniki bo'ladi. Bunaqa mashinalar 50 tasini bilamiz. Do'stim, 5 yildan beri ko'rinmaysan. Ishlaring ham ancha yaxshi bo'lib ketibdi. Nima ishlar bilan bandsan? Katta restoran, kafelarni oldi sotish bilan shug'ullanyapman. Do'stim, как раз o'zingni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. Anchadan beri oldinga o'zi bormoqchi edim bitta ish bilan. O'zi oldimga o'tadiganlar ko'payib ketdi. Ko'paygan mahallaga bitta dadamsan, bitta tog'amsan, bitta akamsan deb kelib olasanlar. Pulim yo'q mahal, qayda eding? Yo, do'stim, sen noto'g'ri tushunibsan meni. Sen zakonni tushunding, bo'pti senga. Do'stim ketib qolmadingmi? Qo'l qo'yib bersa bo'ldi. Hozir boraman. Okajon, mana aytilgan pul katta rahmat. Har xil inson bor endi. Xafa bo'lmaysiz. Aka, nima deysiz? Nima deysiz, aka? Mansab egasi bo'lmaydi, tovut egasi bo'lmaydi. Yana ko'rishamiz ular bilan. Aka, sizga rahmat. Mayli, salomat bo'ling. Assalomu alaykum o'rtoq boshliq. Mumkinmi? Mumkin. O'zi senga o'xshaganlar bizni jamiyatda buzadi. Mo'shtasiga, kiyimiga qarab baho beradi o'g'li. Ber, shunga qo'l qo'yish kerakmidi? O'zi do'stim, men shu sohada edim. Bu xizmat bo'lsa bexijolat aytaverasan demoqchi edim. Sandagi insonlar bizni jamiyatda bulg'aydi, yo'qolmaydi. Hozir Madinaxon. Sen bu yerda nima qilibsan? Adam qarindosh ishga olganimmi? Qorovulxonaga kim qaraydi? Tur o'rningdan. Sizga nima xizmat, aka? Assalomu alaykum tog'a.